Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar Mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on svodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim. Yunusobod tumani Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimi vazifasi bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldashev. Zo'r bo'ldi. Bopladi Shavkat Mirziyoyev. Bularnichi hammasini ishdan olish kerak. Ketma-ket hammasini, qaysi biri ishlamasa, qaysi birini qo'lidan kelmasa, bitta ishni boshqarish yo bu narsani qilish. Hammasini ko'ndalaniga ishdan olib tashlash kerak. Hammasini butunlay. Shavkat Mirziyoyev, bular sizni aytganingizni qilmayapti. Xalq norozi bo'lib turibdi. Lekin bu narsalar sizgacha yetib bormayapti deb o'ylayman men. Qaysi rahbar, qaysi kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi birini qo'lidan kelmasa, hammasini ishdan olish kerak. Chunki xalq norozi bo'ldi. Xalq norozi. Faqat iltimos, ishdan olganingizdan keyin undan ham kattaroq ishga qo'yib qo'ymanglar, iltimos sizlardan. Shu